Biror chayon nima qilyapsan sen? Yo'mkismi bu? Yo'mkis emas, Rossiyaning toza Lexalari mana shu bo'ladi. Qayerdan bilasan tozaligini? Zo'rligini mana hozir ko'rsataman sizlarga. Ko'ryapsizmi sifatini? Va shim dahshati mana shu bo'ladi. Sinmadi-hammi bu? Sinmaydi. Qanchadan buni kvadrati? 100 ming so'mdan buni kvadratlari mana shu bo'ladi mana shu. Rossiyskiy mashinasi. Arzonrog'i bormi? Arzonlari bor, mana yerda 75 minglari bor. Qozog'iston. Qozog'istonniki bu. Mana yerda kalyonni sinmaydigan oynaklar bor. Bu qaysi desangiz mana yerda ko'rsatamiz. Mana, qarang. Nima sinmaydimi? Вообще bu kuvalda ursangiz ham sinmaydi. Mushlab urasizmi, kuvalda urasizmi, tef borasizmi sinmaydi umuman. Vashi mashina. Zo'rlar chiqdi. 1.56 ga 6 metr. Qancha narxi? $250 bitta listi. Bittasi. Undan tashqari bizda eshiklar ham bor. Rossiyskiy, ha. Вообще moshinalari 1 milliondan 1,5 milliongacha. Buni sifatlarini ko'rsangiz mana ichida mokak, haliginaqa tozem deb. Malakitalar yo'q. Ha, haqiqiy chayonga o'xshagan pishig'ida. Zo'rlar. Pastda nomer qoldirdik, aloqaga chiqasizlar. Samarqand. Samarqand kelganmiz, va shu mashinalarni